Ya assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Mana bugun Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'ida o'zimning xonadonimdan video syomka qilyapmiz. 2025-yil 16-mart chisla haftaning dushanba kuni. Akalar bilan shu qo'yni oldik. Shu qo'chqorlarni 3.600.000 so'mdan oldik. O'shani bir video syomka qilib beramiz. Qanday yemlash jarayoni. Bir hafta bo'ldi olganimizga. Bir hafta 10 kun ichida olindi. Ikkita odamdan olganmiz. Ikkita odamdan 100 tasini bir savdo. Qolgani bir odamdan oldik. Mana bugun dushanba kuni ertamadan Qo'qon ketishdan oldin bitta video qilib qo'yayin dedim. Soat ertamatangi yemi. Az aralashtirdik. Slyoz, bug'doy qaynatilgan, kepak az aralashtirib qo'yibdi. Javohirim, jon tomirim, o'g'lim. Endi biz shu o'lcham yo'q. Az bunda shu 4 qop slyoz, bir arava bug'doy, biz 15 kilocha kepak soldik. Mana shuni salbcha o'ziga qorinlab o'ziga kelib olguncha. Oxirimiz ham 500 lik az biz oxir. 500 lik katta oxirdan. 400 lik emasmi? Mana xonalari. Katta uzlovoy xona. Shu yerda turadi. Ertan bir yungini olganimizcha, xudo xolasa 21-martda ustida junlarni olib tashlasak, xudo xolasa har oy chiqarib turamiz. Bir 4 oy, 5 oy boqish niyatim bor, xudo xolasa. Shu vodiydan olib kelamiz slyozni. Salbchi bu qorinlatadi endi bu slyoz. Bug'doy, kepak, slyoz aralash 120 ta qo'ygan. Hozir bu oxirlarga ham solinadi. Bu oxirlarga ham yo'q. Endi solamiz. Shuni 2 mahal beriladi akalar, mana shuni. Xudo xolasa yana bir 2-3 kunda 3 mahalga o'tkazdiramiz. Bu endi yengil taomda bu. Bo'kmaydi. Sabshi qorin sob. Qorinlatgandan keyin asta-asta yemga o'tkazdirib yuboramiz, kuchaytirib yuboramiz keyin yemni. Hozir xudo xolasa bir 15 kuncha shundan yeb tursa, badani suvlanadi sal. Eti. Mana shu xonalarda turadi. Akalar, bu qo'chqorlarimiz sotilmaydi. Hozir video qilamiz qo'chqorlarni. Xudo xolasa bir 3 oygacha boqish niyatimiz. Qo'chqorlar chiqaradi yozda kuni shu yerdan. Daraxtlar ham endi ko'karib, xudo xolasa bahor kayfiyati hammamizda. 3.600.000 so'mdan akalar oldi shuna shu. Oyog'idan shatrasi bor qo'yiladi. Endi bir akamizni sal o'tib berdim dedi. Bozor 4 million ham olardi dedi. Hurmating bor aka deb sal o'tib berdi 36 dan. Yaxshi, endi kattasi ham bor, kichkinasi ham bor. Telefonda qanday ko'rinyapti-ku. Shunaqasi mana maydalari bor, mana bulari. Bulari bor. Kaltasi bor. Ola qo'ylar ham 3.600.000 so'mdan misolda. Endi narx-navolar ancha oshib ketdi, xudo xolasa kecha. 20 kun bir oy ichida ancha narx-navo o'sib ketdi. Biz o'zimizda ham 105.000, 108.000 so'm so'yapti. Shu qo'chqorlar bo'lsa. Anchagina oshdi. Qattiq o'syapti qo'ylar. Endi bozorlar ham shunday, bozorlarda ham. Endi xalqqa yengillik bo'lsin deb shuni boqib, xudo xolasa arzonlashtirib, xudo xolasa chiqaramizda. Masalan, shu qo'ylarni hozir akalar 3.600.000 so'm bozor borsangiz yermaydi. Ola olmaysiz. 3.600.000 so'mdan.
Şimdi cho'pon mashinamizdan oldik. Uyda boqqan ekan. Sal joy shiltaroq boqqan ekanda qo'ylar. İşte tulashni boshlayapti. Sveti yaxshi aka, simov qo'ylar, kashtan svet qo'ylar. Hal etga to'lmagan, shu korobkasi to'lgan qo'ylarning korobkasi. Unda ham yem yegani, 2 choy yegan, kam yegan. Xudo xolasa endi qovurg'alarga oldirib mahkamlashtirib boramiz. Yana bir 3 oymi Xudo xolasa boqmoqchiman. Xudo xolasa 21-martdan keyin yungini olamiz. Keyingi 16-aprel kunida Xudo xolasa yana bir video qilamiz. E'tiborda bo'lib turasizlar. Telefon o'ng tarafida podpisatsiya tugmasi bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, chiqarib qo'yadigan videolarni hamisha birinchilardan ko'rib borib turasiz. Ertaga Xudo xolasa qo'zlar chiqaramiz endi. Qo'zlar chiqarsa qo'zlardan ko'rasizlar. Ilinib qolsa nasib olaverasiz. Zominning qo'zlaridan. Shirok-shiroki. Foizni yaxshi beradi qo'ylar. Foizni. Ja unchalik baland bo'lmaydi. Foizni yaxshi beradi Xudo xolasa. Endi yem berib, mehr berib qarasangiz. Endi ovab turib yem bermasdan olib qo'yib qo'ysangiz u bo'lmaydi. Qo'ylarning paychalar qalinqadan Xudo xolasa foizni beradi. Toshni beradigan qo'ylar. 55-60 kilolik qilamiz. Nasib. Endi boricha ko'ramiz. Yana 16-aprel kunga esdan chiqib ketmasa aytib tursalaringiz chiqarib beramiz. Bu qo'ylar akalar sotilmaydi. O'zim boqishga oldim bu qo'ylarni. Biroz endi qanday yemlash jarayoni, qanaqa qo'y olish keraklarini bir ko'rsatib bilinyapti sizlarga. Bitta 120 ta. Hali yana olamiz. Ertaga safar qo'y qo'shilib ketsa, aslida mana bu qo'ylar ham borishdi. Sifati kam, ketmondim bu. Ulari bor mana. Ular ham kichkina masalan. Endi quyuq-suyuqda. Yaxshi. Qo'yning sveti zo'r. Sori qo'ylar. O'zi jun tashabni ketyapti. Archilik to'kilyapti. Bu qo'ylarimiz ham ketgan junlari. Bir xili ular tulamagan hali. Qaychi bilan olib tashlaymizda. Like'larni bosib tursalaringiz. Oqqo'chqorimiz ham bor ekan ichida bitta. Hayda, javohirim jon tomirim. Bo'ldi, qo'yaver. Shu boyagi yemimiz Xudo hozir 2 hafta bersak, keyin asosda bug'doy kepak o'tkazdirib boramiz. Lekin mana bu qo'ylarimiz o'ta ariq, juda ham ariq. Bizda endi shu kengchilik borib kelib yurib azm qildirib beramiz. Suv deb yetdan kelib ichib ketadi. Tuz kelib yalab ketaveradi. Sulos yegandan keyin tuzni talab qiladi. Biz yelindi u. Daraxtlarimiz ham endi ko'karishni boshlayapti. Bahor kayfiyat. Bitta yaponkamiz bor bitta. Like'larni bosib tursalaringiz, Xudo xolasa chiqarib turamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'lingizlar.